Toshkentda baxtsiz fojia sodir bo'ldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring. Shayxontohur tumani Furqat ko'chasida harakatlangan avtomobilda sodir bo'lgan yong'in to'g'risida ma'lumot. Bugun 3-may kuni soat 11:52 da Toshkent shahar Shayxontohur tumani Furqat ko'chasida Arlanda rusumli avtomobil yong'in sodir bo'lgani to'g'risida xabar kelib tushgan. Xabarga asosan yong'in qutqaruv pikaji voqea joyiga 11:58 da yetib borganida yong'in haydovchi tomonidan avtomobilda mavjud o't o'chirgich bilan o'chirilganligi ma'lum bo'lgan. Yong'in sababini va zarari aniqlanmoqda. Yong'in natijasida tan jarohat olganlar yo'q deyiladi xabarda. Eng so'nggi yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring.